Bo'pti, ikki kishi boshlaymiz. Muhammad Haydarov bloger bilan sana Elbek Obidov 1980-yil. Birinchi yil oyda tug'ilganman Laysda. 1994-yil 5-martda tug'ilganman. Elbek bilan hamkorlikda video ishlaymiz. Yaxshi, xursandman. Ashno Men ham xursandman. blogergan bir turadi. Osh yeganimmi? Asana osh olib berasan, qo'ydi. Osh olib beraman, albatta. Qanaqa? Divizormi, lazermi? Lazer yaxshi. Lazer yaxshi. Divizor achchiq ekan. Qadimda achchiq qo'shilmagan ekan divizorga. Nimaga? Endi hozir qo'shiladi olib qoldi-da. Bular oldin Bulovlida ishlaganda, rahmatli ukasi Hikmatullo. Ukasi Hikmatullo chap qo'l o'shizgan oldin-ku. Orqa tomon rahmatli Osh markaziga ko'chishgan. O'shadan yaxshi. Rahmatli Osh markaziga boramiz. Sara bola show profildaman. Ashnoda Jahongir takrorladim. Zo'r qilman asker. Asker, ana Mirzabek olmaydi. Siz qancha yilidingiz? 65-chi. Siz 60. Ha, bo'pti. Bunaqa unchalik jo'ski qilib tashlaman odamlar. Ular yuqori knopkada, ularning o'g'li menga подписчик bo'lgan, Ulug'bek Xolmetov degan yozuv chiqdi. Подписчикim bo'lgan. Serios? Shunaqa yozuv chiqdi-da. Alyoshkani ham o'rganib ko'rgansan. Короче, Alyoshkani ko'rdim, kontentda, Sardobadagi eskalatorni ko'rdim, Mirzabek Xolmetov ko'rdim. 3 ta sari bola pizzani Jahongir takrorlaganini ko'rdi, asker qilganimni. Ko'rdim. Namaniyni ko'rdi, Bey ham ko'rdim. Beni boshlig'i Muhammad Amin universitetidan Doniyor Bey degan, u ham Toshkentlik, menga qishloq tandirlavash olib berdi. 40 minglik ikkita ko'kcha 15 ming stakan olib berdi, bonus bo'ldi. Hammasi bo'lib qancha ketdi? 55 mingmi? 55. Ketdi ana. Kecha Avtobusganim uchun. Kecha 86 yoshli opoda bilan Veli degan opol ko'rdim, mana edi. Medal bor, kichkina Veylik. Otaturk Xayrnoka ikkinchi bazada ishlaganlar. Mana bitta narsa qiziqtiradi. Shuncha informatsiya qaydan? Tanish bo'lganmiz ko'cha ko'rib. Yo'q, odamlarni ko'rgan yiligacha bilishingiz. So'radim. Shuncha inson qayda ishlaganini qaydan bilasiz? Boshqa narsa o'zlari aytganlar so'ragan ilgari. Masalan, jam Amerikadan kelib, menga 20 ming yordam qilib, u ham подписчикim bo'ldi. Mansur Amerikada. Mansur Amerikada, u ham Ishokaga yordam qiladi, bilaman. Toni Moskvada. Dilyor ukas. Yo'q, ikkalasi teng, просто Mansur dekabrda tug'ilgan, Dilyor noyabrda. Bir oy katta. Opa singil bolalarda. Xuddi shu. Ashnoda Mansurlar Dilyor. Dilyor ko'rdim, blogerligimni bildi. Bildimi? Ha. U sizni butun O'zbekiston bildi. O'zi hamma his qildi. Endi masalan kim men to'g'rimda kontentda yomon gap chiqsa bloklashni o'rgandim. Hech kim yomon gap yo'q, men kommentariylarni hammasini o'qiyman. Kim meni qamataman degan yozuv gap chiqsa, shunaqani blokladim. Mana shunaqa gap chiqdi. Yo'q, unaqa negativ yo'q, kommentariyada hamma yaxshi, hamma gazini bo'lsang, davay reklama qilib bering deb yozganlar. Bu hamma yaxshi niyat bilan u negativ yozmadi bu inson. Bu inson juda samimiy inson. Hamma bilan yaxshi gaplashadi, hammaga yaxshilik qiladi. Pul yo'q odamlarni mo'shtasini smelo xizmatini qilib beriladi, to'g'rimi? Albatta pul beribdi, pul beradi, yo demoqchiman-da. Xizmat qilib beriladi, yaxshilik qilib. Bu insonga umuman negativ yozmadi. Bu dunyodagi eng samimiy insonlardan biri bu Elbek. Tarifim oladigan Muhammad Haydarov. Bo'ldi, shunga ishonaman. Bo'ldi. Ko'rsam, ehtiyot kim Elbekni xafa qilsa, men bilan hisoblashadi. Bo'ldi. Mana Muhammadning do'stlariga ham salom. Bo'pti, obunachim bo'ladi. Biz ketdi, bo'pti. Bo'pti.